اسمع اكبر غلطة حياتي. واتي Choy ichaylik. qo'rqitib yubordingiz. Sal deb keling. Mayda, yarim soatdan beri deb turibman, Shahlo. Qo'rqib ketdim, piyola ham sindi. Hozir men aydormanmi? Men aydormanmi? Siz qo'rqitib yubordingiz meni. 2 soat bo'ldi. Qachon nomerni yozib ketmagan. Akajon, ming bordir, hozir olaman. Magazinda qolib ketdim. Mashinadan chiqa olmayapman. Odamlarga ham hayronsan-a? Nima baqirasiz? Ayol kishi ekan, ishi bilan kirib ketgandir. Shahlo 2 soatdan beri kutib o'tiribmiz birga. Nima qildi aytayapti-yu, sharoitini tushuntiryapti. Baqiraverasiz, yuring. Ye, onasini emsa bu kim tomon bu? Hozir shunda yana men aytormanmi? To'xta. O'zim qo'lim bilan pul berib turganda yalinib yurmayman, oyog'im bilan. Voy, aka siz jinnimisiz siz? Kuyyapman, ko'zingizga qaraysiz, bo'lmaydimi? Nima vahima qilasiz? Qo'lida mana issiq kofe kelyapti. Siz qarang ko'zingizga. Sen yana ular tomon bo'lyapsanmi? Ertalabdan beri nima qilyapsan o'zi? Ertalabki voqea sizdami? Qochay, hozir puli yo'q. Yaxshi keldingizmi demoqchidirman. Shunga qiyshayapsanmi sen? O'zi nima qilmoqchisan sen pulni? Xonsaroyda 1+1 aksiyasi ketyapti ekan. Agar Shirin hayot loyihasidan bir xonali xonadon sotib oladigan bo'lsak, ikkinchi xonadonni ham yutib olish imkoniyati bo'lar ekan. Ha, zo'r ekan, lekin hozir baribir pulim yo'q. Hammasi shularni aka. Rahmat aka. Ko'zingga qarasam bo'lmaydimi? Ha, shunda hozir yana men aydormanmi? Конечно. Voy aka, uzr. Mani orqam borib oyog'ingizga tegibdi. Xola siz ikkinchi oyog'ingiz bilan ham teping.